Assalomu alaykum. Bugun biz bemorlarni klinikaga yozib olish jarayonini tezlashtirishga va ma'murlarning ishini soddalashtirishga yordam beradigan onlayn yozib olish modulining funksional imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Onlayn yozuv tibbiyot tashkilotining veb-saytiga birlashtirilgan. Yechimning dizayni mahalliy va uyg'unlikni saqlab, sayt uslubiga osongina moslashadi. Onlayn yozuv shaklini ochamiz. Unda bemor aloqa ma'lumotlarini ko'rsatib, qayta qo'ng'iroq qilish uchun ariza yaratishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish xodimlari yangi ariza to'g'risida xabar olishadi. Bir nechta filiallari bo'lgan klinikalar uchun modul filtrlash funksiyasini o'z ichiga oladi. Bemor o'zi tayinlamoqchi bo'lgan filialni mustaqil ravishda tanlashi mumkin. Oson qidirish uchun mutaxassislar, yo'nalishlar va xizmatlar bo'yicha filtrlash mavjud. Filtrlar ro'yxati ostida tahrirlanishi mumkin sizning vazifalaringiz. Misol uchun, agar sizning klinikangiz faqat kattalar bemorlarni qabul qilsa, kattalar yoki bolalar shifokori filtrini o'chirib qo'yish mumkin. Xodimning kartasida siz shifokor ko'rsatadigan barcha xizmatlarni, uning ixtisoslashuvini va qabul qilish muddatini ko'rsatishingiz mumkin. Keling, xulosa qilaylik va bemorni uchrashuvga yozaylik. Biz qulay sana va vaqtni tanlaymiz. Masalan, 15 yanvar kuni soat 12. Da. Keyingi qadam kerakli xizmatni tanlash. E'tibor bering, filial allaqachon tanlangan. Endi faqat shifokorni tanlash qoladi. Buyurtmalarning takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun tizimda vaqtni bron qilish ko'zda tutilgan. Endi siz ariza topshirilgandan keyin paydo bo'lgan binafsha rangli oynani ko'rasiz. Oxirgi bosqichda biz aloqa ma'lumotlarini kiritamiz. Aytaylik, bu bemor allaqachon bizning mijozlar bazamizda. Biz sharh qo'shamiz va klinikaning siyosatiga rozilik to'g'risida majburiy tasdiq belgisini qo'yamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Endi biz tibbiy markazni boshqarish bit tizimida bemor haqida batafsil ma'lumot va uning izohi bilan ariza qanday paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin.